Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men o'sha Fikr. Короче do'stlar, bugun biza Minecraft emas, ya'ni Minecraft o'yinini o'ynamaymiz. Bugun biza Case Simulator, ya'ni omadimizni sinab ko'ramiz o'rtoqlar. Case Simulator, ya'ni PUBG ni bilasizlar. Bu albatta PUBG ni boshqacharoq turi, ya'ni Case Simulator. Короче de o'sha Case Simulator bu omad sinash uchun, ya'ni kim agar olovli mumyo yoki Fraun yoki Bugatti nimadirlar tushirolmay qolgan bo'lsa PUBG akkauntida mana mashina tushirishi mumkin albatta. Albatta kanalga, ya'ni videoni ko'rishdan avval kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishga esdan chiqmasin o'rtoqlar. Va yana boshqa Case Simulatorlar bor. Ya'ni standoffga bor, yana qaysidir anaqalarniki bor-da. Albatta shularni ham biza ochishimizni xohlasanglar, unda kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'yinglar. Unda qani biza omadli open case'imizni boshladik. Bismillah. Qani birinchi o'ntalikni boshlaymiz. Bismillah. Oy, ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Bu omad deyiladi bu narsa. Dahshat o'tadi. Omad qaraylar o'tadi. Shuni qo'ymoqchi kimdirlardir? Kimdirlardir? Bilmadim o'tadi. Qanunda hop do'stlar, Mahmudga yangi anaqa kelibdi, ya'ni nima deylardi? Ultimate nimadir kelibdi, короче. Давайте mashina ham omadimizni sinab ko'ramiz. Mana qaranglar. Dahshat. Birinchisida tushib qoldi. Bu dahshat deganida, o'rtoqlar, vashshe. Hop, buni avval qutlab qo'yamiz, sotib yormaylik yana Apple. Yemayo. Bo'ldi. Hop, avtomati tushdimikan degan savol bor. Avtomatni sotib yoramiz, farqi. Hop, unda open case'imiz davom etadi. Davay, unda birinchi 10 talik, ya'ni yangi open case, ya'ni men bir marta ham open case qilmaganman. Mana shu birinchi open case'im. Iltimos o'rtoqlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Unda qani ikkinchi urinish nima? Birinchi o'ntalik yangi ultimate yoki короче de nima bo'lsa ham bismillah deb boshlaymiz. Men hozir tushunmay qoldim. Voy. Dahshat o'rtoqlar. Просто так jinni qoldim hozir bor-ku. Wow. What the fuck? O'rtoqlar, keyin safar ham yangi open case qilib ko'ramiz. Albatta, qani ikkinchi o'rin. Uchinchi o'rin. Уже full, ya'ni bilasizlar o'zingizlar. Avtomat full уже. Keyinga mana bunaqa G ile yig'ir borsa, hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana G ko'rib turibsizlar, UC dan oldin turibdi-yu. G deyiladi o'sha. Keyin mana bunaqa mashinalar o'tsa bo'ladi. Masalan, Bentley, Lamborghini. Keyin bilmayman buni nomini. Keyin Bagatata. Короче, mashinani ochsa bo'ladi. Albatta buni keyinroq ochamiz. Hozirchalik mana ultimate mumyoni ochib ko'ramiz. Daysi kokini tushiraylik endi. Case Simulator. Sendan bitta narsa so'rab qolaman. Mana shuni, ya'ni mumyoni kokini ber-day. Mumyon kokimi yulduzlimi bilmayman. Day, qani go. Normalniy, manga. Day. Qani go. Kokini ber menga, kokini. Pas. Mayli, mana avtomatini ber-day. Bismillah deb. Va yana bitta. What the fuck? Wow. Dahshat do'stlar. Mana buni qarang. Oq mumyo. Kerak bo'lsa. Mana yangi chiqqan olovli mumyo va avtomatini ham beradi. Bunaqa open case bo'lmaydi. PUBG da emas endi. Case Simulator bo'ladi. Shunaqada bo'lmayapman. That's UC'miz qolmadimi? Voy palakat. UC'miz qolmabdi. That's unda sotib olamiz. Kerak emas sizlarni. Hop.
kuklanma bizga kerak. Bu kerak emas. Bu bizda bor. Sotib yuboramiz buni. Bu qo'yib qo'yamiz. Buni ham quflab qo'yamiz. Chunki sotib yubormasligimiz uchun. Albatta o'zingizlar bilasizlar albatta. Hop. Buni ham quflab qo'yamiz. Buni ham. Daychi endi kuchaytiramiz. 2-level. 3-level. Va 4-level. Full bu ham o'sha. Ko'rdinglar, mana shu akkaunt, ya'ni men hozirgina shu akkauntimni ochdim. Birinchisi voshye zo'r ketyapti. Ko'ryapsizlar mana. O'sha oq mumyo, olovli mumyo. Va men nimaligini bilmayman. Nima? Elemental Paragon set. Bilmayman. Inferno Fiend set va mumyo set. Voshye zo'r ketyapti open case. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamayman. Wow, lednik. Ledning ochib ko'ramiz bolalar, day. Ledning tushira olmaganlar. Sizlar uchun. Day, ledning tushirib ko'ramiz albatta, o'rtoqlar. Qani go. Birinchi o'ntaligimiz. Bu qanday emas. Qani bo'lsa, ikkinchi urinishimiz albatta. Key simulator. Qiz simulator. Bu ham Joker basharasi bor ekan. Bo'lmaydi-ku. Dayt yana boshqa yoqlarga. Mana bor ekan, Day go. Men mashina nima? Day mash tanga saqlanib qo'ygan bo'lsa desam, tanga saqlanmas ekan-da bu. Dayt boshqa yoqlarga o'tkazib ko'ramiz albatta. Letnikli akim. Dayt birinchi o'ntalik. Voy. Ikkinchi. Uyuyu. Nimaligini bilmayman. Hop. Lednik Akembere Key Simulator. Day. Uchinchi o'ntalik. Davay, 4-chi o'ntalik. Davay. Bizga Lednik Akember. Day. Bismillah deb bitta ochamiz. Mayli. Davay. Case Simulator. Iltimos sendan bizga Lednik Akember, davay. Qani go bo'lamiz. Kallang oyog'im. Berdim mana. Qizishmaymiz, davay. Nima qilamiz? Menda taktika bor. Kirib, chiqib, keyin bittaman kiramiz. Voy, yo'qotib qo'ydim qani. Mana bitta va keyin ustiga bosasizlar. 10 marta. Va bitta bosaverasizlar. Bismillah deysizlar albatta. Va qaranglar, tushdi. Oy. What the fuck? Ko'rdinglarmi? Taktikani ko'ryapsizlarmi? Bunaqa taktika hech kimda ko'rmagansizlar bor. Balkim ko'rgandirsizlar, men qayerdan bilaman. Qaranglar, shuni ham shunaqa qilamiz. Kiramiz, chiqamiz. Va men biz keysga kirib 10 marta. Va bismillah deb bitta ochasizlar. To'g'ri, endi birinchisida o'xshamasligi mumkin. Ikkinchisida ana o'xshaydi deya olmayman, lekin o'xshaydi. Va yana bitta anaqasi bor. No qilasizlar, ya'ni boshqa shu bilasizlar-ku o'zingizlar. Men bilmaydi. Nima deya nomi? Yo'q, kiyim emas anaqa. Ultimately bir bola deyiladi-yu. Короче, mana shuni qilib, hamma kiyimlarga bunday bosib chiqasizlar, har bitta kiyimlarga. Bosib chiqasizlar-da.
va mana ustiga 10 marta bosasizlar. Bosganinglardan keyin bismillah deb bitta ochasizlar. Yana bir marta ochasizlar. Guys, 5 пропустить bilan 1 2 3 4 Manimcha tushdi, yana bilmadim. Tushmabdi. Ha, case simulator. Bismillah deb yana bitta ochasizlar. Bismillah. Bak bo'ldi, ko'rdinglarmi hozir? Bismillah. Bismillah. Yigirma 24 ming yuzimiz qoldi, davay. Bizga ber ultimate nima? Letnik M416 ni ber. Bismillah. Davay skramizda oxirigacha kuchaytiramiz mana. 1 2 3 ga chiqaramiz. 4-gacha chiqaramiz. 3-ga ekan. 3-ga chiqarib bunda chiqamiz. Bismillah deb bitta ochaverasizlar. Tushdi. Tushmadi. Qaranglar, tushdi. Mana ko'nglim sezdi. Tushdi. What the fuck? Tushdi. Tushdi, men bilaman. Tushdi. Voy. Nu normalniy lekin. Tushdi, qaranglar, tushdi. Men bilaman, tushdi. Bo'ldi, gapirmayman. Ochiraman bemalol, anaqa gapirmasdan. Gapirmasam zerikoman-da, o'rtoqlar. Давайте. Voy, tushdi deb o'ylamanman. Case simulator. Mol parast bo'lmasing, davay. Hozirroq ber. Mana shuni M416 ni. Davay. Bismillah. Ha, kallangga oyog'im. Bismillah, davay. Davay. Voy. Bismillah. Yana bitta untali. Bismillah. Yana bitta untali. Bismillah. Voy, tushdi deb o'ylaman bor. Bismillah. Bismillah. Mash popkan o'rniga bizga M416 ni bersang ularmiding? Case simulator. Bismillah deb yana bitta untali ochamiz. Bismillah. Pas ekansan boru, pas. Bismillah. Daychi endi 10 tali. Bismillah. 10 tali deyman, bittali. Bo'ldi, tugadi yusi. Qani tushganmikan desam, boqam tushmabdi bor-ku. Hop. Mamda yo'q, tiqish bola tushmabdi. Hammasi bor-u. M416 dan tushgan narsalarda bor-u.
Qaysi sumkada nima bor ekan? Voy! Mana bu sumka lekin menga yoqadi, ishoninglar, o'rtoqlar. Bu bo'lmaydi, day. Paka. O'rtoqlar, sizlarga bitta narsa ko'rsataymi? Vashshe xursand bo'lib ketasizlar. Ishonmaysizlar? Xursand bo'lib ketasizlar. Vashshe xursand bo'lib ketasiz. Frown. Eng qizig'i bu keysimizda Frown bor. Ya'ni Frownni qanaqa narsalari bor aytaymi sizlarga. Frownni qiz bolasi bor. Botdan bermaydi. Qaranglar. Sotib olish degan joyga kirasizlar-da. Mana bu Frown bor. Birinchida turgan ko'rayotgan bo'lsanglar, agar bu yoqdan ko'rsatib bo'lmaykan, endi men kirib ko'rsataman sizlarga, albatta. To'xtab turinglar. Hozir. Bitta, mana yo'q, bu yo'q emas. Qayerga edi? O'rtoqlar, vashshe men bilmay qoldim boru. Qattaligini esimdan chiqarib qo'ydim, короче. Mashdamida qayerdan edi? Mana. Qaranglar, mana Frown. Bu qaranglar. Oy. Mana Frownimiz. Va mana bitta muzli ham bor. Kerak bo'lsa mana yangi chiqqan 2 sut bilasizlar o'zinglar. 2 suyitmi? Nima edi? Короче-da, qarg'ali ham bor, kerak bo'lsa. Posidon ham bor, mana Posidon. Va mana bitta Silvanus ham bor. Mana oxirgi kuchaytirsanglar dahshat bo'ladi. Va yana mana bitta bular qiziq emas. O'g'il bolalar biladi, mana nima edi? Frown, Silvanus, yana mana nima edi? Mana Avalaganjimi? Avalanche, короче-da, muzli anaqa. Va Poseidonni bilasizlar. Godzilla. AVM yo'q ekan buni. Men AVM bo'lmasa buni ochmaymanmi? Godzillani AVM yo'qadi menga. Men avtomatni bilasizlarmi buni? Bu ham old zo'r avtomatlardan biri bu. Bu ham menga juda ham yoqadi. Hozir buni aylantirolmaymiz ekan. Tilim kelishmayapti, boru. Rasman hammasini o'chiringlar avval. Ya'ni sotoramiz. Уже bizda 30.000 UC'dan oshdi. 30.000 UC'dan oshdi. 32.000 bo'ldi, 33.000 bo'lib ketdi. 50.000 UC'gacha borsa ham katta gap. Chunki hali nima ochishimiz kerak? Mana G'larni biz 100 ta qilishimiz kerak. Necha minut bo'libdi? 18 minut bo'libdi videoga. 42.000 UC, davay. Davay, men ishonaman, davay. 50.000 UC'dan ham oshadi, ishoninglar. Ishonmaysizlarmi o'rtoqlar, mana aytdim-ku men. 60.000 UC'gacha borsa, oy, takoy bo'ladi lekin. Oy, 60.000dan ham oshib ketdi. What the Voy, 70. Mayli, 69.000 UC. Davaychi mazza qilamiz. Daychi ma'muladan tushib ber mashlardan, Day. Bismillah, bitta ochamiz, daychi. Нормально, давай. Bismillah. O'rtoqlar, qaranglar, PUBG'da bilsanglar, har bir open case'ning, ya'ni case'larni 540 UC oladi-da. Bizda esa 11.700. Vashshe qimmat degani-da, o'rtoqlar. Siz haligacha like bosib obuna bo'lmaganlar, iltimos sizlardan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz shu oy oxirigacha
500 ta bo'lishimiz kerak. Nu albatta sizlarning yordaminglar kerak uning uchun. Unda hozirroq pastga tushib obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Unda video davom etadi. Давайте. Davom etadi, давай. Bismillah. Bismillah. Buni ochib xato qilma. Давайте mamtagilarni sotaveramizda, yana anaqa ochamiz. Pulimiz ko'proq bo'ladi degan umiddaman. Umidimni so'ndirma, Case Simulator. Tir. Давайте mashina pulli bo'lsa kerak. 160 doy. O'rtalar. Ishonmaysizlarmi? 50 ming yusiga 3 ta Lamborghini olib chiqib ketaman. Ishonmaysizlarmi? Bismillah. Ovozi qani buni? Bismillah. Ikkita sakradi. Ovozi bor edi, nimagadir chiqmayapti ovozi. Bismillah. Bismillah. Hech bola chiq. Qilmaydi, hech bola qilmaydi. U yaxshi, bitta. Bizga 6 bilan 7 ga tushmasang, bizga farq yo'q. Bismillah. 6 ga tush. Bismillah. Давай 8 ga. 8 ga siras. 7, давай. Bismillah. Uy, 8. Bizda уже 2 ta Lamborghini bor. Lamborghini, Tami Bugatata deydi. Давай biz hozir Bentley ochamiz. Bentley emas, давай Lamborghini. Hozir PUBG ga men eshitishim bo'yicha Bugatti gapda, давай Bugatti ochib ko'ramiz. Yo'q, bu endi PUBG emas, Case Simulatorda ochib ko'ramiz, давай. Propustik bilanmi? Bu anaqa yurmaydi. Bismillah. Ikkita. Yaxshi, 2ta. Yana 2ta sakrab, bismillah. Yo'q, bu bo'lmadi. Bismillah. Bu ham bo'lmadi, bori 500 ning ketdi havoga. Bismillah. Bu ham bo'lmadi. Bismillah. Bittaga sakradi, yaxshi. Bismillah. 6 ga sakrama faqat. Desam 6 ga sakra. Bismillah. 5800 havoga hut bo'ldi. Bismillah. Bismillah. 7200. Bismillah. Doy oxirgi. Yaxshi, zo'r, normal. Albatta biz o'zimiz akkauntda OpenCase qilamiz. Boshqalar akkauntini bermasa kerak, mana shunaqa aniq OpenCase akkauntlarni bermasa kerak bizga. Ya'ni mana shunaqa Case Simulator hech kim haligacha o'ynamasa kerak. Hech kim o'ynamasa kerak. Men shuni bilaman, hech kim o'ynamaydi unaqa Case Simulator ochib ko'rmaganam. Albatta birinchi bo'lib men ochganim uchun dayz o'rtoqlar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p. Qaysi Lamborghinini oling o'rtoqlar? Hozircha turib turadi o'rtoqlar. Agar kommentariyaga yozib ketinglar sizlar qaysi Lamborghinini oling o'rtoqlar. Shu kommentariyaga yozib ketinglar. Ungacha jetonlar turadi menimda. Menimda jetonlar turadi. Bugatti'ni ham qaysilarini oling mana. Xohlasanglar ko'ki bor. Xohlasanglar tilla rangi, xohlasanglar mamnaqa rangi bor. 3 tali ekan bular. Mana bittalikmi? Xohlasanglar mamnaqa rangi bor mana. Old Villa'da mamnaqa narsa bor. Mana Old Villa'da mamnaqasi bor. Menimda boru nima edi? Shedeverlimi? Nima edi? Короче, deb shunaqasi bor. 6 ta jeton. Buni ham olishga harakat qilamiz keyingi videolarda. Xo'p o'rtoqlar, unda sizlar bilan mana o'sha fikr bo'ldim. Unda hammalarga omad, like va podpiska tugmachasini albatta bosib qo'yish esdan chiqmasa o'rtoqlar. Yana sizlarga shunaqa OpenCase kerak bo'lsa, ya'ni Case Simulatorlar, shunaqa narsalar oching desanglar, men bemalol ochaman. Yana 500 dedim. 50 ta like dan keyin mashina ikkinchisini, ya'ni Case Simulator ikkinchisi, ya'ni standoffligini men ochib sizlarga o'zim obzor qilib ko'rsataman o'rtoqlar. Unda hammalarga xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men o'sha fikr bo'ldim. Paka do'stlar. Xayr.